Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Ana bugungi ikkinchi chiqaradigan videomiz ana Vobkent tumanidan bo'lyapti. Paxtakor mahallasi. Paxtakor mahallasidan bo'lyapti. Ana akaxonimiz Vodiydan olib kelganlar silos. Andijonniki silos 5 sortli donlik, 2 tasvetalik. 5 sortidan zo'ridan. Donlarni ham ko'rsanglar. Ana donlar, ana ko'rsinlar, ana. Ana donlarni ko'ring, ana don. 5 sortidan. Qanchadan nima xaltachada qancha bor? Xaltasi 20 kilolik 24 mingdan sotamiz. Kerakli odamlar kelaversa ana Vobkentga. Qancha tobunlar ko'pmi nimasi? Ko'p, bir oy olib 150 tonna bor yana. Sotiladigan a? Ha, sotiladigan kelaversa. Yetkazib berasiz nima qilib? Dastavkasi ham bormi? Mana shu kelishtirib zo'r qilib beramiz. Dastavkasi bormi? Dastavkasi yo'q, lekin nima olib keladilar bunga. Ha. Ko'p bo'lsa dastavka qilamiz. Yashang. Tonna olsa endi tennaga dastavka beramiz. Ana tadbirkorlar shu qimlatmagan holatimga o'zi donlar shuni yamni ko'rinyapti. Vish sorti o'sha Vodiydan kelgan mana akaxon olib kelganlar bor. Andijondan olib. Andijondan yani donlar ko'rinyapti. Kimga bo'lsa qiziqarli bo'lsa telefon raqamlari ham bor. Telefon raqamlarini ham aytamiz akaxonni. Mana bir fur olib kelganlar. 2 fura. Ha, 2 fur olib kelganlar. Shuni Vobkentda shu Paxtakorga kelgandan bir 300 metr maktab oldigacha joylashgan. Telefon raqamingizni ayting. 99lik telefon raqami. 99lik 967 967 42 48. 42 48 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Aka ko'taradilar. Kimga ishdan ajdan tushgan vaqtga boshqa bo'lgan vaqtga ham ko'taradilar. Nimalar ma'lumotlarni beradilar. Kelinglar, chorva uchun ana zo'r silos. O'zim ham shundan mayli bir ikki xalta olib ketib ko'raman. O'zimga silos bor. Bunga havasim ketdi, doni ko'p ekandan buni. Hammaga omad.